Do'stlar, mana bu qo'limda yaqin 8 kiloli koreyskiy avtomobilni farasi. Bugun qisqacha zakovat o'yini o'tkazamiz. Qay darajada siz koreyskiy avtomobillarni modellarini zo'r bilasiz, shuni tekshiramiz. Demak, birinchi raqamdagi faramiz bu qaysi avtomobilniki? Kommentariyaga yozasiz, yaqin 5 ta detal ko'rsataman. Qani bir o'zingizni sinab ko'ring. Like bosing, zakovatni boshladik. Ikkinchi raqamli detalimiz qaysi model? Koreyskiy avtomobilga tegishli. Kommentariyaga yozamiz. Ikkinchi raqam. Uchinchi raqamli fara butlovchi qaysi koreyskiy avtomobil modelini yozib qo'yasiz. Menimcha ko'pchilik bittada bildi. To'rtinchi raqamli detalimiz qaysi avtomobilni orqa mono stop chirog'i. Beshinchi raqamli butlovchimiz bu modelni nomini achish qiyin, yaqin 5 xil, 4 xil nom bilan atashadi. Qaysi modelga tegishli? 5-raqam ostida kommentariyaga yozib qo'ying. Do'stlar, menimcha bu butlovchilar nomini hamma biladi. Kommentariyada javobini yozib qo'ysangiz ham bittaman. Shunaqa koreyskiy avtomobillarga butlovchilarga ehtiyoj bo'lsa, video pastdagi telefon raqamlariga murojaat qiling. Keng assortimentda zapchastlar bor. Kelishilgan holatda qisqa muddat ichida manzilingizga yetkazib beriladi. Keyingi videomiz esa kuzov detallari bo'yicha zakovat o'tkazamiz. Uning uchun obuna bo'lib qo'ying. Foydali ma'lumotlar bilan boyitib boramiz.